Dünyga akşam putum qisib 3 kilometr yugurib ekanman. Yugurayotgan qo'polmay shundoq chimtas qo'pdim, her şey falan chiqsam ballim baka. Yana moylashib ketgan yuzlarim bilan beshimni joylab qaynoq suyuvatim hozir. Yana davomli sag'irib oltundek bo'lib ketgan tishlarim cho'klab ketdim ha. Xonyodek bo'lib ketgan boshlarim bilan yuzimni yuvib aynan qarsam xil odamga o'xshab qoldim ha. Kiyimimni kiyib hozir yana o'rganish qilmoqdim sinfqa. Quzg'um ching echib ketgan tomoq yeb boshlab tomoq kirdim oshxonaga hozir. Qo'saqnim asal o'tgandan keyin sinf kirsam bola kirib bo'pti sinfqa. Jon verib yana bugungi o'rganishni boshlab ketdim. Bugun yana mash davomli Baydadam, Namrat odam yangi kitobni o'qiyman, Yambirjatdan xotiramni o'qiyman. Bugun vaqroq chiqqandan keyin saq 38 minut o'qitman kitobni. Chiqib jiq narsalarni o'rganib oldim. Haqiqatan bak-bayzga bu kitob. Bak yoqtirdim chiqib. Birdamda 1 soat ders boshlandi, 1 soat ders mangdo hozir hammamiz. 1 soatlam kompyuter ders vaqti, mushtaq chifan chiqmiz, ancha-muncha savollarimni shipingga qo'yman. Darslarni boshlab ketdik. Bak güzel. Bugun elektronlik pochta yo'llanmasini yo'llashgan yantoq. Bak tasmamasga bu neyron ishtiklam o'rganib oldim. Hozir 1 soat ders mangdim. Qarasam og'aynam saqlab ketibdi, og'aynamni shipingga qo'ydim yada. 1 soat ders anglagan sinfga kirdim, hozir kirsam jiq savodoshlarim kirib bo'lmabdi, dexe. Bu soat anglagan ders o'qib qolsam siyosat, bu darsni bak amroqman, ishqib bak amaliy ishlarni so'zlab turdi xonim. O'qisilg'o, Bijilandiyaning g'azab yezitman meni amroqligimda bijiz qashqbay. Bu saat dersimi birdamda o'tib ketdi, hozir hamiz tamoq yegilmadi oshxonaga. Usug'im ching echib ketganda yugurib keldim oshxona oldiga. Hey, kirsam ballim yo'qga chiqib ta'limga. Oddilam tamoqlarni ep bo'p savodoshlarim bilan mushtaq billa o'tirib tamoqlarni yeymiz. Bular baxushal, men ondan xushal dexe. Qo'saqlarni astarlab o'tgandan keyin hozir yotoq arama qilmoqdim. Yataq kirsam masoatim yinchini qiltiribdi, chiqib bak yomon jumo bu. Garamni to'liqib hozir tushdan keyingi dars qarab maqdim. Sinf kiribsam boshladik adabiyot darsini. Bu darsga bak amroqman. Xonim mushtaq bir chatdan dars o'tkash, bir chatdan shu o'tgan darsning mazmunidagi kinolarni qo'yib turdi. Bak payzi lekin birdamda o'tib ketibdi bu 2 soat. Bak yaxshi oldim, bijlanim qattirib yozib ha. Tushdan keyingi eng oxirgi dars bo'lsa ximiyati. Bu darsni bak tushunmasam, lekin bak yaxshi anglayman. Muallimim degani satjonliq so'zlab turdi. Ma 2 soat 2 yildak o'tdi-ku, lekin saviya taqashdi saviya. Hozir yana hammamiz pastga tamoq yegilmoqdik. Teshib chiqsam havo bak so'qib ketdi. Sizlarni qalin kiyinib og'rib qolmasligidan umid qilaman. Mushtaq ko'ngildek do'stlar. Yunferon men bo'shoq qilman, mas'uliyatning o'lim bo'lsa pulini joyidan depirman ha. Mushtaq ko'ngildek do'stlar, Yunferonni men bo'shoq qilman, mas'uliyat men degandek bo'lsa pulini joyidan depirman. Hamsa mushtaq hozirgacha muhabbatlish bakmagan. Uzun suydigan do'stlar, men bilan aloqalasanglar bo'ldi. Men bir jihatdan o'zik azroq kirim yaratayotgan do'stlar qatmo, men bilan aloqalasanglar bo'ldi. Hamsa bugungi video misal aqlasin. Xayr xo'sh, keng san kurshay.